Hammaga assalomu alaykum. Qizlarjonlar, qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamasdan ishlab, uylarda. Bugungi yangi videoyimda sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoyim kichkinagina retsept bo'ladi. Sizlar bilan bugun gaplashkim keldi. Nimagadir kuz kelishigami? Juda ham nima desam, apatiya boshlandi menda. Hech qanaqa ish qilgim kelmay qolgan. Hatto отпускdan keyin juda ham ishlagim kelib, ishlarni boshlab, uylarimni tozalab boshladim. Xo'jayinim O'zbekistonga ketgandan keyin hech narsa qilgim kelmay qoldi. Shunday desam ishonasizlarmi? Da shunaqa bo'ldi. Может быть, motivatorim mani xo'jayinim bo'lgandir, to'g'ri gapda, baribir aytib o'taysiz dedim sizlarga shuni. Огородimda mana bunaqa chiroyli gullarim bor. Shularni olib o'zimga yaxshi kayfiyat sozdавать qilishga harakat qildim. Sal shamollaganman qizlarjonlar. Ovozimga e'tibor qilmaysizlar endi. Shunaqa qilib gullarimizni suvga quyib olamizda. Ishlarimizni boshlab olamiz qizlarjonlar. Bugun sizlarga ajoyib retsept bilan bo'lishmoqchiman. Ishxonamda birga ishlaydigan qizimiz blinchik qanaqa qilib pishirasan deb so'rab qoldi-da. Просто blinchik pishiraman, ichiga gohida tvorog krutit qilaman deganimga, tovuq go'shtlik qilib ko'r, ichiga sir solib вообще zo'r bo'ladi dedi. Shuni qilishga birinchi marta qilib ko'rdim. Juda yoqdi menga qizlarjonlar. Bu endi bilmayman 10-mi, 15-marta qilishim. Oilamda ham hamma juda ham yaxshi ko'rib yeyishdi. Qizlarjonlar, ingrediyentlarimizni tayyorlab oldik. Bu yerda piyoz, sir натертый, tovuq go'sht мясорубкаdan o'tkazib oldim и zелень. Qanaqa zелень yaxshi ko'rsalar, o'shanaqa zелень. И самое главныйsi, kechqurun blinchki pishirib qo'ydim. Boshladik bo'lmasam. Qizlarjonlar, ishimizni birinchi o'rinda tovuq go'sht bilan piyozni qovurib olishdan boshlaymiz. Men sariyog' ozginagina soldim. Ko'pincha kuydirilgan, ko'pincha emas, har doim kuydirilgan sariyog' solaman. Ozgina erindim, garajga chiqib ketishga, все равно baribir chiqib keldim keyin. Не важно. Tovuq go'shtimizni мясорубкаdan chiqarib oldik. O'shani yaxshilab suv tortgancha qovurib olamiz. Keyin yaxshi ko'rgan pripravalarimizdan solamiz. Xohlasalar tuz va murch solsalar ham bo'ladi. Keyinchalik esa piyozni ham yaxshilab birgalikda qovurib olib, piyozni suvi tortilgancha tushit qilib olamiz qizlarjonlar. Qizlarjonlar, nachinkamiz почти taxt. Qovurib olgan massamizni kattaroq idishga solib, ozginagina sovutib olamiz, chunki sir aralashtirgan paytimiz sirimiz erib, issiqqa cho'zilib ketmasligi uchun. Massamizni sal sovutib olgandan keyin zелень va sirimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz, bir xil massaga kelguncha. И все, nachinkamiz taxt qizlarjonlar. Aytmoqchi, tuzini sal kamroq solinglar, chunki sirimiz все равно tuzi borda, tuzlangan bo'ladi. Eslaringizdan chiqarmanglar shu narsani ham inobatga olinglar demoqchiman. Nachinkamiz taxt bo'lgandan keyin blinchiklarimizni yaxshilab nima desam, krutit qilib olamiz. Ichiga 1 qoshiqcha, 1,5 qoshiqcha nachinka solamizda. Xohlasalaringiz 3 burchak shaklda, xohlasalaringiz menga o'xshab dumaloqmi, bilmasam nima deyiladi bu. Как трубочка shaklida o'rab olsalaringiz ham bo'ladi. Menga shunaqa usul yoqadi, shuning uchun men как трубочка o'rab oldim. Hamma blinchiklarimni shunaqa qilib o'rab olaman. Tezkor ko'rsatib o'taman, chunki ko'p gaplarim ko'payib, boshlaringiz og'rib ketmasin qizlarjonlar. Nachinkani ko'p solavermanglar, chunki men hamma vaqt nachinkani ko'p solaman. Nafaqat blinchikka, hamma narsaga nachinkani ko'p solaman. Mantilarga ham ko'p solaveraman-da, bukunmay keyin kasal bo'layotaman qizlarjonlar. Shuning uchun me'yorida 1 qoshiq, самый раз 1 qoshiqga to'ldirib solsalaringiz. Men 1 qoshiqdan sal ziyodroq solamanda, keyin boshim og'rib o'rolmay yotaman. Qizlarjonlar, yana qanaqa retseptlarni videoga olib sizlarga ko'rsatishimni xohlaysizlar, yozib o'tinglar обязательно kommentariyada. Men albatta birinchi проверить qilib, tekshirib, keyin sizlarga yuboraman videoni. Sizlar bilasizlar bu narsani. Yaxshi bo'lmagan, shirin bo'lmagan narsani sizlarga tavsiya qilmayman. Короче, qizlarjonlar, blinlarimni farshirovать qilib oldim. Hozir
обжарить qilamiz. Xohlasalaringiz обжарить qilinglar sariyog'ga. Xohlasalaringiz duxovkaga pech qilsalaringiz bo'ladi. Ustiga sir sepib. Kim nimani yaxshi ko'rsa, men жарить qilaman, наверное. Buni esa kechqurun baklajanini duxovkaga pech qilib, ustiga nachinkani qo'yaman. Вообще bomba bo'ladi. Ham dieta, ham shirin. Я написала вот МО, УПМС. Это что я заполняю? А? Qizlarjonlar, обжарить qilib oldim bilinchiklarimni. Уже yeyishni boshladik, остановиться qilib bo'lmaydi. Juda ham shirin, qat ko'ringlar. Обещать qildim sizlarga retseptni olishga, mana oldim. O'ylaymanki, sizlarga ham yoqadi deb.